Короче, disclaimer, bu videodagi hamma narsa muallifning hayotiy xulosalari va u hech kim nomiga putur yetkazish va odamlarni yomon yo'lga boshlash niyati yo'q. Короче, hammaga salom. Bu yana o'sha haqiqiy omon, shunaqa obrazsiz. Va bugun men hayotimdagi eng yomon ko'rgan odamlar haqida gapirmoqchiman. Ishoninglar, juda qattiq yomon ko'raman unaqa odamlarni. Oldin kameramni qo'ya olaman, undan keyin gapiraman. Va sizlar bugungi videodan keyin, ya'ni mana shu dildan suhbatimizdan keyin sizlar aniq tushunadigan narsa bu, nimadir o'yladinglarmi? Hozir o'zida boshlaydi. Bo'lmasam umuman qilmaysizlar. Va qanaqasiga boshlash va nimaga bunaqa aytayotganimni hozir tushunasizlar. Hozir kamera shundan qo'ya oling. Короче, o'rtoqlar, yana uxlamaganman, hali ham lekin miyamdagi narsani aytishim kerak sizlarga. Xo'sh, ana endi bo'lmasa sizlarga o'zimni hayotimdagi Ulug'bek akadan misol keltiraman. Bilasizlar, Ulug'bek aka hozirgi mana shu hayotimdagi eng yaqin insonlardan bittasi va shuning uchun ham men Ulug'bek aka haqida gapirsam, Ulug'bek aka meni xafa bo'lmaydilar deb o'ylayman va shuning uchun ham ular haqida aytaman. Ya'ni yolg'on qo'shmaysan, rostini aytaman. Короче, xo'p, nima bo'lgan? Ulug'bek aka anchadan beri YouTube kanal yuritmoqchi bo'lganlar. Va u YouTube kanal har xil mavzularda bo'lishi kerak bo'lgan. Ya'ni, masalan, bittasi tipa toplesga o'xshab aqlli kontent qilmoqchi bo'lganlar. Bittasida har xil podkast qilmoqchi bo'lganlar. Ular вообще u narsani, mana hozirgi podkast, hozirgi masalan bizdagi bu ommaviy kontent endi urfga chiqadi-yu, bundan oldin qilmoqchi bo'lganlar-da. Lekin qilmaganlar, bilasanmi nimaga? Chunki kerakli payt kutganlar. Вот, menga o'sha payt aytardilar, "Men mana shu video qilmoqchiman" dedilar. "Davay, brat, qiling, bo'ldi, boshlang hozirda." "Yo'q, men hali tayyor emasman, plan qiling, keyin qilamiz." "No, okey. Yana omma mana shuni qilmoqchiman." "Davay, brat, qilamiz, bu ham zo'r proyekt, hali O'zbekistonda qilmagan, qilish kerak." И всё. Hozir endi hamma uni qilib qo'yib bo'ldi va ana endi biz hech qanaqa proyektsiz o'tiribmiz, грубо говоря. Va yana xuddi shunaqa odamlar juda ham ko'p. Ya'ni ularning zo'r g'oyasi bor, ular прям geniy. Ya'ni, просто tushuninglar. G'oya bu bir tiyinga qimmat narsa. Ya'ni g'oya, вот mana просто g'oyani o'zi bu umuman aynan YouTube uchun bu bir tiyinga qimmat narsa. Masalan, sizda zo'r g'oya bo'lishi mumkin. Masalan, menda bitta g'oya bor deydi bittasi. Unaqa qilish kerak edi, keyin zo'r bo'ladi deydi. Zo'r bo'ladi emas. Xo'p, davayt bo'lmasam qaranglar, boshlanishga men sizlarga tushuntirib beraman. Что nimaga faqatgina g'oyani o'zi bu bir tiyinga qimmat narsa. Masalan, libbo odamda g'oya bor. Masalan, menda g'oya bor. Marsga chiqib, Mars qumini olib kelib O'zbekistonda sotish. Bu zo'r g'oya. 100% millionlab prosmotr bo'ladi. Lekin realizatsiya qilib bo'ladimi buni? Va buni men qachon olaman? Bitta mana shu video uchun men umrimni tik olmaymanmi? Ishonsizlar-a? Va albatta umuman tasavvur qila olmaysiz. Bizani yashayotgan dunyoyimizda mana shunaqa zo'r g'oyam bor deb, mana shu g'oyani realizatsiya qilish uchun umrini tik ko'rgan odamlar qancha? Ya'ni bular bu g'oyani o'xshash uchun harakat qilmaydi, mana umrini tik ko'r deganda bu g'oyani ustida ishlamaydi. Ular просто o'ylaydi, всё takoy. Bo'ldi, просто o'ylab yurishadi, takoy. Shu zo'r bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin bunaqa emas. Muhimi, g'oya zo'rmi, yomonmi, u video zo'r chiqadimi, yomon chiqadimi, muhimi nimadir qilish kerak. И всё. Tushunasizlar? Va endi men sizga misol keltirishga harakat qilaman. Qarang, eshiting. Tasavvur qiling, ikkita odam bor. Bittasi Asad, bittasi Akmal. Tushunasizlar? Ikkita odam bor. Asad bu nima o'ylasa hozir qiladigan odam. Masalan, men hozir bitta shunaqa video olsam-da, masalan, zvachka chaynash bo'yicha rekord bor, dunyo rekordi, o'sha yangilasam. Yoki masalan, men hozir shu bitta video olsam, masalan, kosmosda quyosh tutilishi haqida zo'r ma'lumot bor. O'sha haqida bitta video olsam zo'r bo'lardi deydi. Ya'ni hozir qila oladigan narsa haqida o'ylaydi. Bu tarafdagi Akmal esa, yo, men oddiy video qilsam bu oddiy yo'qoladi deb boshlagancha zo'r qilib boshlash kerak. Deydi. Keyin men bittada kim tepaga chiqish bo'yicha rekord yangilayman deydi. Ya'ni oydan tepaga chiqaman deydi. Yoki mana shunaqa maksimalistga qilish qiyin bo'lgan, masalan, men ikkita moshlarni bir-biriga urishtirib, qaysi moshlar uchun chiqsa shunaqa qilaman deydi. Yoki men butun bitta konsertni zal arendaga olib turib, o'shda berkimachoq qilaman deydi, masalan. Bu yerdagi odam. Tushunasizlar farqini? Va nima deb o'ylaysizlar? Rovna 1 oydan keyin nima bo'ladi? Davayte sizlarga men vaqt beraman, o'ylab ko'rishingiz uchun. Akmal 1 oy davomida mana shu ideyasini o'ylab yuradi. И всё. Просто o'ylab yuradi. 90% Akmalda. Asad esa hozir bu masshtabni emas. Bu uchun odam unga chapib hamma uni urib olib qilmaydi. Lekin bu nimadir qiladi. Tushunasizlar? Masalan,
o'sha kontent haqida yoki nimadir challenge bo'ladi, любой yo'nalishda kontent muhimi hozir qotdi. Ishonasizda, muhimi hozir boshlayapti shu narsani. Va bilasizlarmi, rovna 1 oydan keyin nima bo'ladi? 1 oydan keyin Asad zo'r content maker bo'lib ketgan bo'ladi. Chunki u o'xshamasa qilib shu narsaga добиться qilgan. Mametdagi Akmal, ya'ni ikkinchi personajimiz, u prosta qachondir zo'r videolar qiladigan va nimadir boshida yorib tashlaydi lekin deydigan prosta xayolparast bo'lib qoladi. Ishonasizlar, muhimi hozir qila oladigan va hozir eng yaxshi qila oladigan ishlarni qilinglar. Tushundingizmi nima demoqchiligimni? Hozir mana siz mana данный moment hozir qila oladigan eng yaxshi qila oladigan ishingizni qiling. И всё. Boshqa narsalar haqida o'ylamang. Masalan, hozir yuragingizga tortayotgan eng yaxshi bo'layotgan ishingizni qiling. И всё, bilet. Men juda yomon ko'raman, borku, juda yomon ko'raman. Nimadir ishni o'ylaydi-da, hozir boshlashga sharoiti bor o'sha odamning, lekin boshlamaydi, onasini hamsi. Ammo shunaqa odammanki, nimadir o'yladimmi, qilaman. Ya'ni men zo'rman, u yomon demoqchi emasman. Ya'ni menda rezultat bor shunga yarasha. Va men norm qabul qilardim, agarda ular ham shunaqa sekin boshlagandan keyin yoki masalan o'ylab turib bitta qilgan paytda ularda rezultat bo'lsa, bitta ishni bugun o'ylab qilmasdan ertaga qoldirgan odam indinga ham qoldiradi. Ish shu bilan ketadi. Bugun o'ylab turib, bugun o'zida amalga oshirgan odam хотя бы biladi, что u ish o'xshamasligini va o'xshamaydigan ishga bunaqa ko'p o'ylab, bunaqa ko'p energiyasini bermasligini хотя бы biladi. Tushunasizmi nima aytganim? Xuddi mana shu uchun ham nimadir o'ylaysiz, bugundan boshlang. И всё. Bizani nimaga? Bizani yoshligimizda noto'g'ri tarbiya berib, noto'g'ri anaqa o'rgatishgan, ya'ni bu ota-onamiz aylamoqchi emasman, bu yerda prosta muhit shunaqa bizda. Ya'ni bizda atrof muhitimiz shunaqa. Ya'ni xato qilishga qo'rqitib qo'yishgan. Men nimaga hozir boshlash bilan xato qilishni birga olib kirib qo'ydim hozir miyaga. Ya'ni birga shu mavzuni ko'tardim. Chunki hozir boshlamayotgan 90% odamlar hozir boshlasam xato qilib qo'yaman, ertaga cho'tki qilib boshlayman deydi. Нет. To'g'ri tushuning. Любой ishni birinchi boshlaganda cho'tki bo'lmaydi. Va u qachongina doimiy qilib shu ishni ustasiga aylanganizdagina cho'tki bo'ladi. Siz hozir ishni cho'tki qilayotgan odamlarni ko'rgan, masalan, zo'r so'mka qotdi yoki zo'r uy quryapti yoki nima, zo'r qo'shiq yozayotgan odam yoki yana nima zo'r masalan programmist, zo'r programma qilayotgan odam bittadan bunga kelib qolmadi. Bu hozir bitta zo'r programma qurish yoki bitta ishni zo'r qilish uchun bir 100 ta ishni parod qilgan, 100 ta ishni o'xshata olmagan, 100 ta ishdan ko'ngli to'lmagan va shunga yetgan. Va bilasizmi, nimaga bu 100 ta ish o'xshamasdan bunga chiqqan? Chunki bu o'sha o'xshamayotgan paytda ham qilgan onasini hamsin. Chunki qilishiga ham kutgan. Ya'ni men masalan Lego quraman, nimadir quraman, buzilib ketsa, ya bo'ldi bu bo'lmas ekanda, boshqa Lego qurishga o'tmayman, yoki masalan televizor ko'rishga o'tmayman-ku. Ya'ni bitta ish oxirigacha borishim kerak-ku, muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsam. Agarda muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lmasam va men qanaqadir fuflu hayotda yashab, o'lishimdan oldin shu baribir armonlarim qolib ketdi-da deb, o'sha armon bilan agar bu dunyodan ketish masda maqsadim meni. Va men o'ylashim uchun mana shu gaplarimni eshitib, shu gaplarni qabul qilayotgan odamlar ham xuddi shunaqa maqsad. Men sizlarga motivator emasman. Men sizlarni prosta sizlarga xohlaman do'st bo'lishni. Ishonasizlar, sizlardan menga prosmotr подписчик kerak emas. Lekin rivojlanishim agar mana shunaqasi ko'payish xohlasanglar, prosta like bosinglar, подписка qo'yinglar. Men bilishdi, men bunaqa dildan suhbatlarim odamlarga qiziq. Ya'ni men faqatgina "Voy dod, men eng katta buni qildim" emas. Men prosta oddiy bolachaman. Men ham oddiy odamman sizlarga o'xshagan. Mana oddiy, mana xonam, mana xonam. Mana bu chang bosib yotgan, mana bu YouTube oltin knopkasi. O'zbekistonda 10 tami chiqsa kerak bundan va buni bittasi menda mana. Mana shunaqa turadi menda. Ishonasizlar? Ya'ni men ham oddiy odam emasligiga o'xshagan. Va men oddiy odamcha prosta o'zim yaxshi ko'rgan ishimni qilib, 20 yoshimda o'zim xohlagan mashinani olib, va hozir o'zbek YouTube'dagi eng katta ko'ngilochar kontent qo'yadigan kanaldan bittasini egasi bo'lib turib, sizlarga aytadigan yagona gapim, prosta boshlaylik. Nima bo'lsa ham bugundan boshlaylik, onasini hamsin. Kechqurun soat 2 mi boshlaylik. Mana hozir kechqurun yarim kech soat 4, salka mana 4:46 mana. 4:46 da. Lekin men qolma. Yangicha kontent, yangicha nimadirlar deb motivatsiya bilan shu narsani qolma. Biling, bu narsa mevasi bo'ladimi? Bu narsani balkim kim odamlar ustidan kular, o'zidan kimdir yo'q oldi deb. Lekin men o'zim borligimcha ko'rsatgim keldi. Tushunasizlar? Men hech qanaqa bir maskam yo'q. Xo'sh, o'rtoqlarim, hozir yangi olgan mashinamni yuvib keling, keyin gaplashamiz. Xo'p, muvaffaqiyat uchun sizga 3 ta narsa kerak bo'ladi. Ne, bilet, men bunaqa bo'la olmayman. Zo'r, men bunaqa usul qilmoqchi emasman, lekin men bo'la olmayman bunaqa. Va shu uchun men bo'la oladiganimdaqi sizlarga chiqaman. Juda ko'p odamlarning muammosi hozir boshlamayotganimda, shu uchun boshlaydi. Va hamma, aningni boyagi mavzuga qaytamiz. Ya'ni qo'rqoqlik. Nimaga bizani qo'rqoq tarbiyalashgan? Bilaman, o'zi bu alohida mavzu kattakon.
Lekin aynan bu videomizga ikkinchi qismi, ya'ni biz nimaga qo'rqoq tarbiyalashgan degan joyga ham o'tishim kerak. Chunki biz qo'rqqanimizdan hozir boshlamaymiz. Ya'ni xatolarimizdan o'sha qo'rqamiz, qarshi xatolarni kimga gapirishidan yoki odam ko'rsimizdan kulishidan. Xo'p, o'tib ketdik. Hamma tushundi. Ya'ni qo'rqoq haqida gaplashamiz. Nimaga biz mana shunaqa qo'rqamiz? Nimadir qilishdan hamma qo'rqadi. Bor-ku, masalan, yo videom chiqib ketmasin, yo unaqa bo'lmasin. Videodan qo'rqadi bizanikilar. Ya'ni juda ko'p narsadan tipa risk qilishdan qo'rqadi. Men risk qilinglar, biznes boshlanglar, bankrot o'tkazinglar demoqchi emasman. Просто hayotinglarni o'zinglar buni. Masalan, bitta odam biladi-da hozirgi ishi musirligini. Bir shu ishdan ketay, yaxshi ishga borib ishli deya olmaydi u narsani. Qo'rqadi u. O'ylaydiki, как будто butdan ish bermasa, shu bilan ketdi, anaqa rizqi yo'q, u ketdi, o'zini miyasini zakrushtirib ketaveradi. Mana shunday qo'rqoq, ya'ni bizdan risk qilishga qo'rqadi hamma. Nimaga bunaqa? Ya'ni nimaga bizdan odamlar xatodan qo'rqadi? Men bitta narsa eshitganman. Eng kambag'al va eng omadsiz odamlar bular xato qilmagan odamlar. Bilasizlarmi nimaga? Chunki ular risk qilmagan biladi. Bular xato qilish uchun sabab kerak. Masalan, qanaqa masalan sizlarga tushuntiraman. Onasini bilsa, mana bu chuqur borda, chuqurga tushib ketish xato desak, u chuqurdan sakramagan odam, ya'ni chuqurdan agar sakrasangiz yoki siz xato qilib chuqurga tushasiz, yoki chuqur naribetiga o'tasiz xato qilmasdan. Men omadsiz to'poyman-ku men. Men просто sakramayman, и всё. Ya'ni xuddi mana shunday xato qilmagan odam eng omadsiz odamlar. Bilasizlarmi nimaga omadli odamlar ko'p xato qilgan? Chunki uni duxi bermasdan oxirigacha borgan va sakragan onasini. Oxirigacha sakragan. Tushib ketdimi, yana qaytib yana sakragan. Tushib ketdimi, o'sha qanaqa tushganini, o'sha xatosini analiz qilgan. Ya'ni o'rganib chiqqan, nimaga bu xato bo'ldi? Deyin, men yerda noto'g'ri qilman, va buni to'g'rilayman-da, keyin esa to'g'ri sakrab, bu chuqur onasini naribetiga boraman degan odamlar. Qaranglar. Kiringlar internetga, yoshida internetda bor ma'lumotlar bo'yicha qaranglar. Siz uchun masalan men endi o'zim media sohasida bo'lganim uchun mediadan misol keltiryapman. Masalan, sizlar o'zingiz sohanglar, masalan, programmistlik, tilshunoslik, yana nima bizada hozir tipa taksistlik, любой narsani olib qaranglar. O'sha ishning ustasi, masalan, havas qilgan odamlar, bular juda katta xatolardan o'tib kelgan odamlar. Всё, hech kim bittada zo'r bo'lib qolmagan. Va ular xato qilsam, qilmasam shundan qaytmayman degan odamlar, to'xtamagan odamlar. Va to'xtamagan odamda har doim muvaffaqiyat bo'ladi. Tushunasiz? Ya'ni albatta bugun boshlang va to'xtamang. Xatolardan qo'rqmang. Nabarot, xato qilsizmi, demak siz nimadir qilsiz, и всё biladi. Boshini orishga kerak emas. Voy, hozir kimdir ustidan kuladi, voy sinfdoshlarim kuladi, voy pashol bo'lsa hammasi. Men o'zi so'karaman, sizlarga tushuninglar-da, ishtaman, soxta emasman. Haqiqiy bo'lishini aytaman. Shu yo'qolib ketsin hammasi. Yana mana bunaqa paradoks ham bor. Ya'ni do'stlik bo'yicha keladigan bo'lsak, sizlarda ham shunaqa bo'lgan. Masalan, menda bo'lardi. Shpetda do'stlarim hech qanday anaqam yo'q, hisomatim yo'q, ya'ni xafa emasman ulardan. Lekin bu paradoks va men bu haqida chet eldagi podkastlarda ham eshitganman. Va давайте shu haqida sizlarga ham bo'lishaman. Ko'pchilik eshitmagan sizlarga. Lekin sizlarda ham 100% bo'lgan shu narsa. Bo'lmagan bo'lsa mana shu videodan agar o'zingiz o'zgartiring, shu narsa 100% bo'ladi. Do'stlaringiz o'zgarib qoladi. Agarda sizlar nimadir yengil narsaga harakat qilsanglar. Masalan, misol keltiraman. Masalan, menda men atrofimdagilarda men mashhur bo'lmoqchiman. Va mashhur bo'lib, kelib esa soqqani topaman, qancha o'zim orzumdek hayotda yashamoqchiman deganman. Va bilasizlarmi, ular nima deyishgan? Qo'ysen-chi, nima qilasan? Tipa, deb o'rganda hammasi. Ya'ni hamma absolyutni bir, shuncha balkim do'stim yo'qdir hayotda. Shunaqa bo'lgan. Bilasizlarmi, nimaga ular unaqa degan? Ya'ni ular sizga yaxshilik tilab, qo'y o'rta vaqtingni berganingga arzimaydi degan narsa uchun emas. Sizlar ularning diskomfort qilib qo'ysizlar. Ularning komfortini buzyapsizlar. Shu uchun ham mana shunaqa tipa, sizlarni orqaga tortadigan insonlar, do'stlar shu paytda sizlarga bu narsani qilmaslik uchun qo'ldan kelgancha sizlarni aldashga, avrashga harakat qiladi. Va shunaqa paytda hech qachon ishonmanglar. Oxirigacha bo'linglar. Xo'p, ana endi men sizlarga tushuntirib beraman, nimaga ularni diskomfortga solasizlar, nimaga ularning komfortini buzayotgan bo'lasizlar. Qanaqa sizlarga tushuntirsam bu narsani? Короче, mana umuman harakat qilmayotgan odam bor-da, u itak harakat qilmasdan ham bir oddiy yashab, tupocha yashab ham u hayotdan kayf qotdi. Va bundan qarasa o'zim o'rtog'i nimadirga harakat qilmoqchi. Itak mamyetda har kuni kechqurun simishgacha ko'cha yurib ham biz normal yashaymiz. Hozir bunday harakat qilib, ertaga bu mendan zo'r bo'lib ketib qolsa-chi. Undan keyin yana ishlash kerak, yana men ham zo'rroq bo'lish uchun itak yaxshi-ku, bo'ladi. Ya'ni короче, ya'ni uni miyasida u o'zi pastga tushib qolishdan qo'rqadi va pastga tushib ketmaslik uchun uni ishlash kerak. Ya'ni
sizdek masalan harakat qilish kerak va lekin u erinchoq odam, omadsiz hayotda omadsiz odamlar ham bor va xuddi shu omadsiz odam bittasi balkim va shuning uchun ham u ishlashga erinadi va sizni ham o'ziga o'xshashga harakat qiladi. Ya'ni agarda siz ham tipa betayin odam bo'lsangiz, ya'ni betayin odamlar orasida siz bir xil ko'rinasiz. Va agar siz betayin odam orasidan agar siz tayinli maqsadingiz bor va har kun ishlaydigan vaqtingiz kam bekor narsalar uchun faqatgina ish va kelajagiga hayotingizni tikib olgan odam bo'lsangiz, siz vaqtingizni unaqa narsalarga bo'lmaydi. Va hayotni bekorchilik ko'radi-da, ya'ni sizga qarab diskomfort his qiladi. Chunki nimaga? Chunki bunaqa qaraydi. Men kechqurun libo o'g'il bola, libo o'zini o'g'il bolaman deb o'ylaydigan odam kechqurun bir xayr bo'ladi-yu. Voy, men hozir mana shu yoshdaman, o'rtog'im mana shu yoshda. Lekin o'sha o'rtog'im mana ish qilyapti-da, mana shuncha pul topyapti, ama yurishimga qara. Bilay deydi. Lekin bu bunga teng bo'lish uchun bu ishlash kerak. Lekin ishlagisi kelmayapti. Undan ko'ra, davayt undan ko'ra buni ham o'zimga qo'shaman-da, shunda tipa norm bo'ladi deb o'ylaydi. Вот, mana shu paradoks bor. Va shu uchun ham agar siz nima yangi ish boshlayotgan paytinglar e'tibor qaratinglar. Endi men bilmayman hozir meni so'z boyligim, mana tushuntirib bera olish qobiliyatim sizlarga bu paradoksni tushuntirib bera oldim yo'qmi bilmayman. Lekin tushunganlar o'zi kommentga yozib qoldiringlar. Men aytaman bunaqa formatda odamlar bilan dildan suhbat menda birinchi marta. Hayotda xuddi shunaqa odamman. Hayotda ham shunaqa gaplashib o'tirgan odamman. Вот. Yaqinlarim, do'stlarim bilan. Xo'sh, ya'ni shu narsa. Va bu videodan men obunachilarim juda qattiq tushunishni xohlagan bo'lgan faslarimni takrorlab o'taman. Ya'ni ma'lumotlarimni. Birinchisi bu hozirroq boshlang. Prям hozir hatto plan qilib yozib qo'ying, telefonga yozing-da, ertaga o'shani qiling onasini emasdan. Bo'lmasa bo'lmaydi, seriozni aytaman. Va ikkinchi qiladigan narsangiz bu omadsizlikdan qo'rqmang. Omadsizlik bu opit. Ishonasiz, o'sha narsa hech qachon esdan chiqarmang. Hech qachon omadsizlikka uchramagan odam bu kambag'al va hech bolaga erishmagan odam. Tushundingizmi? Hamma shu omadsizlik ushlab xato qilgan odam nimadirga erishgan odam. Eng kamida nimadirga erishish uchun harakat qilgan odam xato qiladi va bu absolyut norm. Bu xato qilish vohim emas, bizga yoshligimiz o'rgatib kelishgan kabi. Maktabda tipa 2 olsa, voy dod 2 oldim. Nima bilan 2 olish norm? Kim aytdi 2 olish norm emas deb? 2 olish full norm. Agarda odam 2 olmasa 5 qadriga yetmaydi. Ya'ni agar siz qotgan non yemasangiz, yumshoq non yeyish qadriga yetmaysiz. Ya'ni siz to'liq yumshoq non yeyish kayfini tushunmaysiz siz. Bu omadsizlikdan yoki bironta ishni noto'g'ri qilib qo'yishdan qo'rqish kerak emas. Muhimi sinab ko'rish kerak va o'z ustingizda ishlashingiz kerak. Siz вообще siz mana o'zingizni kurgizdagilardan eng zo'r bo'lishingiz kerak, onasiz. Bo'lmasa nima qilib yursizlar yashab-da. Agar sizlar ichingizdan zo'r bo'lib, hayotda nimadir erishib qolmasanglar, nima qilib yashayversizlar? Shuning uchun ham zo'r bo'linglar. Mana masalan o'rtog'inglar nimadir kelib biz kommentga yozinglar, shu mavzuda просто gaplashib o'tiraman, ichimdagi bor hamma narsani aytaman. Menga kimgadir aqlli ko'rinish va men bunaqa pasiya menga вообще kerak emas, sizlarning oldingizda zo'r ko'rinish. Shonsizlar ertaga kelib turib, voy omon aka zo'r ko'ringiz, mana sizga 1000 dollar ichib pul berib yoki omon aka siz zo'r ekansiz deb bir kimdir moshina sovg'a mandirlar bo'lmaydi. Ya'ni bunga umidim ham yo'q. Men просто sizlarga ichimdagi narsani aytib, meni yosh avlod ko'ratam, shu yosh avlod meni bu eski yoki meni oldingi ortlarga uchun qo'rqoq bo'lib katta bo'lmasin domma. Xato qilishdan qo'rqadi, risk qilishdan qo'rqadi, odamlarning fikridan qo'rqadi. Menga kerak emas. Meni ertaga bolalarim birga katta bo'ladigan avlod normal fikrli avlod bo'lishini xohlamayman. Juda qattiq bu men uchun muhim narsa. Va shuning uchun harakat qilaman. Shuning uchun ham davayt o'rtoqlar meylanshatinglar. O'sha esingizda birinchisi boshlashdan hech qachon qo'rqmang, ikkinchisi xato qilishdan ham qo'rqmang va uchinchisi odamlarning gapiga, odamlarning gapiga umuman quloq solmang-da. Ayniqsa yaqinlaringiz siz bilan ish boshlaganingizda ularni har qanday ko'ra olmasdan yoki ko'rib yoki sizga yaxshi tilab bu ishdan qaytishga undasa ham uchmang. Siz u yeringiz siz nimadir o'xshashga bo'ldi qiling bo'ldi. Men so'z beraman sizlarda nimadir to'chni o'xshaydi. Eng kamida shu ish kerak emasligini tushunib olasizlar. Muhimi boshlanglar. Bu video hatto bittagina odamni o'zgartirsa ham men xursandman. Shuning uchun agar aynan siz necha yoshsiz farqi yo'q. Umuman farqi yo'q. O'ylagan ishingizni qiling. Bismillah deb boshlang, все o'xshaydi deb o'ylarsiz. Men bunga juda qattiq ishonaman. Chunki menda bu narsa o'xshagan. Shu o'rtoqlarim, shu bilan bugungi video tugadi. Sizlar bilan jigaringlar, do'stinglar, jonkanglar Omonxon. Omon desanglar ham bo'ladi sizlar. Aynan bu kanal obunachilar Omon desa ham bo'ladi. Omonxon deb anaqa familiya aytishmas. Meni yaqin do'stlarim Omon chaqirish, shuni sizlar Omon deb chaqirsanglar bo'ladi. Omonchik, 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 omonchik.
Всё, keyingi videoda ko'rishamiz yana. Bu ikkinchi video. Qalbdan gaplashamiz. Qalbdan qalbgachamiz, ha? Всё, ana endi uxlasam bo'ladi men. Muhim o'sha esingizdan chiqmasin, bilet. Seriozно aytaman. Biz bitta jamoamiz, do'stmiz, и всё shu. Ezvorgan bo'lsam ham takrorlab qo'yaman. Bugundan boshlang, xato qilsam qo'rqmang. Do'stlarni va sizni bu yo'lingizdan qaytarmoqchi bo'lgan odamlarning gapiga hech quloq solmang. И всё. Va men 100% ishonaman, sizda omad bo'ladi. Omad to'xtamaganlar va kuchli tarafdorda. Давайте.